Isajon Sulton. Ma'suma. 30-bob. Oradan yil o'tadi. Xushxabar, xushxabar deb qichqirib keladi Mannon Uyg'ur qo'lidagi gazetani silkitib. Qanaqa xushxabar ekan? Mana qaranglar, u gazetani ochib o'qiydi. Tiraqaylab qochayotgan dushmanga qarshi yoppasiga hujumga o'tildi. Volokоламск, Smolensk shaharlarimiz dushmandan ozod qilindi. Butun front bo'ylab janglar davom etmoqda. Hamma bir-birini qutlab tabriklaydi. Bu ozgan-to'zgan ovadasi chiqib, burunlari so'rrayib qolgan kishilarning ich-ichiga botgan ko'zlarida quvonch chaqnab, bir-birini quchoqlab, "Ura, ura!" deb baqirishadi. Endi g'alaba yaqin, tez orada Berlin olinadi, urush tugaydi. Bolalarimiz bag'rimizga qaytadi. Omonlik zamoni bo'ladi. Ma'suma ham shodligidan hamkasblarini bir-bir qutlaydi. Oynoniy Ma'sumajon, bag'ring to'ladigan kun yaqin. Kelinlikka qiz tanlab yur, shoshib qolmagin tag'in. Ezib-ezib yog'ayotgan kuz yomg'irlari iliqday, izg'irini yoqimliday, pastak bulutlarga to'la osmon kengayganday tuyuladi. Teatr binosi ham go'yo kengayib ketadi. Odamlar yuzida shodlik paydo bo'ladi. Bu albatta umid, baxt va ishonch tabassumi. Qo'poldan qo'pol kiyimlar ichidagi jussalar nur taratayotganga o'xshaydi. Xushxabar teatr jamoasining ruhini ko'tarib yuboradi. Urush boshlanganidan buyon kishilar qalbiga bulutday soya solib turgan xavotir, tashvish, qayg'u va alamlar tarqab, ijod quyoshi, yaratuvchanlik shavqi bo'y ko'rsatadi. Og'a har doimgidek kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'ygan ekan. Ogoh bo'ling, tayyorlaning, o'qing, o'rganing. O'z mahoratingizni sozlab, yangi spektaklga shay turing. Yangi spektakl? Qanaqa asar? Kimning asari? Maqsud Shayxzodaning Jaloliddin asari. Tantanali e'lon qiladi Mannon Uyg'ur. Bu shoirning nomi avvali 1-2 quloqqa chalingan bo'lsa-da, Jaloliddin kim ekanini hech kim bilmaydi. Katta shov-shuv bo'ladi. Qo'llarini bir-biriga ishqab, u yoqdan bu yoqqa yuradi og'a. G'oyasi har zamonga mos. Yovuz dushmanga qarshi kurashni tarannum etadi. Siz Jaloliddin kim ekanini bilsaydingiz, agar aytsam, to spektakl sahnaga chiqmaguncha uxlolmaysiz. Ayting og'a, ayting. Chingizxon qo'shiniga qarshi mardonavor kurashgan yosh, jasur o'zbek qahramoni Jaloliddin Manguberdi haqida asar. Shekspir asarlaridan qolishmaydigan sahna romani, ya'ni 5 pardali drama. Bundan 1000 yil avval Xorazm diyori qanaqa bo'lgan? Saltanat qanday gullab yashnagan? Qo'shinda qanaqa qurol-yarog'lar qo'llanilgan? Tarixiy ashyolarni, liboslarni Xorazmdan olamiz. Musiqasini Manas Leviyevga yozdiramiz. Dramamiz xuddi Jaloliddin kabi samolarga burgutday parvoz qiladi. Ajabki, bu yoniq so'zlarning Ma'sumaga aloqasi yo'qday. Umum hissiyotga aralashmay bir chetda quloq solib turadi. Qalbidagi ijod shavqi mutlaqo so'ngan. Agar hozir unga shu yangi spektaklda rol o'ynaysan deyishsa, hech bir hayajonsiz rad qilgan bo'lardi. Teatr jamoasi ko'ngliga yaqin kishilar, biroq sahna begona, 7 yot bo'lib qolibdi. Frontdan esa xushxabar ortidan xushxabar kelmoqda. Diqqat, diqqat! Shuni ma'lum qilamizki, mamlakatimiz fashist bosqinchilaridan to'la ozod qilindi. Qo'shinlarimiz qo'shni mamlakatlar hududlarini dushmandan tozalashga kirishdi. Endi Botirim ham, Shavkatim ham qaytib keladi, deb o'ylaydi Ma'suma tushunarsiz bir hissiyot bilan. Tushunarsizligi shundaki, quvonch bilan g'ussa go'yo aralashib ketganday. Bolalar kelsa, albatta shodlanadi, lekin qalbi nega yashnamayotir? Ular kelishgach, uyimizni chiroyli qilib ta'mirlaymiz. Qori dadaning uyiga Botirimga kelin tushiramiz. O'z bo'lmamizga Shavkatimga kelin tushiramiz. O'zim esa
Ma'suma kulimsiraydi. O'zini o'ylamabdi-ku. Qaydan? Bolalar kelishsin Ma'sumaga ham bir uycha topilib qolar. Menga nimayam kerak bo'lardi. Kichkina bir xonacha bo'lsa o'tiraveraman-da. Nima uchundir endilikdagi urushdagi askarlar uchun xavf yo'qday. Xavotirlar bir qadar ariganday tuyulardi. Go'yo askarlar tanklarda, zirhli mashinalarda dushman ustiga gurillab bostirib borayotir. Dushman esa orqa oldiga qaramay tiraqaylab qochayotir. Bunday shiddat bilan og'a aytgan Berlinga 1-2 oyda yetib borishsa, shu bilan urush tugasa ajab emas. O'zimcha buvi bo'lishni bo'ynimga olayotganimni qara-ya. Qahramon o'g'illarim qaytib kelishsa, shon-sharafga burkanib, yig'inlarda, to'ylarda g'oz yurishsa, men ham teatrda qaddimni kerib yerdayaman. Balki teatrning eng oldi aktrisalaridan bo'larman. Yoshlar rolini o'ynamasam, kampirlar rolini o'ynaydigan aktrisa albatta kerak bo'ladi-ku. Yana ozgina qoldi. Ishqilib, Xudoyim bolalarimni omon saqlasin. Menga esa sabr bersin. Ma'suma xayolida rollarini takrorlaydigan odat chiqardi. Qizig'i shundaki, ular orasida milliy spektakllar yo'q. Yodiga Halima, Boy ila Batrak, Zaharli hayot kelsa, bu tomoshalar xuddi bugungi uqubatlarning sababchisiday tuyulib, xayolan ularni quvib solardi. Portfelli kishini, Yegor Bulichevni ham eslagisi kelmaydi. Unutilib ketsa koshki edi, deydi. Ajabki, ular haqiqatan ham unutilib boradi. Lekin makr va muhabbatni, Hamletni pichirlab, kunda kunora, xuddi sahnada ijro etayotganday takrorlaydi. Keyin payqagani, ko'proq o'sha rollar ichida yashay boshlabdi. Bir Luizaga, bir Gertrudaga, bir Shekspirning o'ziga aylanadi. Bu go'yo yaxshiday. Tinmay aylanayotgan turmush charxi sababi keladigan og'ir o'ylardan toliqqan ong o'zini qutqarish uchun shunday yo'l tanlagan bo'lsa ne ajab. Yana O'lmas Kelinoyi bilan Mahsum pochcha xonadoniga bot-bot kirar bo'ldi. Bu orada goho Sora egachini ham yo'qlar, hol-ahvol so'rardi. Sora egachining o'g'li hali ham topilmabdi. Ko'cha-ko'ydagilarning aytishicha, allaqachon boshqa ellarga o'tib ketgan emish. Qayda bo'lsa ham joni omon bo'lsa bas, der edi Sora egachi. Kimlardir kelib, bunday xoin o'g'ildan voz kechdim deb yozib bering, deyshibdi. Sora esa o'lsam o'lamanki, Xudo bergan bolamdan kechmayman deb kelguvchilarni oldiga solibdi. Munis og'achaning boshiga esa musibat tushibdi. Yer u ko'kka ishonmaydigan eridan qora xat kelibdi. Munisning o'g'li yo'q, 2 qizalog'i bor edi. Qizlarni olib otasinikiga ko'chib ketibdi. Hozir hovlisi huvillab yotganmish. Ma'sumaning ham ko'ngli yarimda. Botirxondan goh-goh xat kelib turadi, ammo Shavkatxon negadir jim. Bolam, nega xat yozmaysan? Xavotir olyapman. Hech bo'lmasa bir og'iz so'z yozib yubor, deb ketma-ket maktublar yuborsa ham javob yo'q. Shunday hadik xavotirlar bilan qish tugadi. Yerdan issiq keldi, tuproq ko'pchidi. O't-o'lan ko'kladi. Samoda oq bulutlar suzar bo'ldi. Dov-daraxt yana ko'rtak yozib, gulchaman fasli boshlandi. Qiyg'os gullagan o'rik giloslar shoxlari orasida asalarilar yana vizillab uchdi. Yerdan chumolilar o'rmalab chiqib, xirmon yoydi. Muzchalari tumshug'ida xas tashib, omonat in qurdi. Bu bahor o'zi bilan son sanoqsiz kishilar qalbiga orziqib kutilgan quvonchni olib keldi. Urush tugadi. Ko'riksizlanib qolgan shahar ko'chalari alvonlarga to'ldi. Odamlar qizil, sariq, yashil bayroqchalarni ko'tarib yurishar, ozib-to'zib ketgan, yupun kiyingan kishilar yuzida quvonch yashnar edi. Barcha urush tugaganiga shod. Umrida urush nimaligini bilmaydigan xotin xalaj, momo buvilar shukrona aytib, yuzlariga fotiha tortishardi. Askarlar frontdan qayta boshlashdi.
Vokzal odamga to'la, qaytayotgan gurros askarlar gullar bilan kutib olinardi. Barchaning ko'zi shularda, odamlar o'z jigarlarining, farzandlarining qaytishini intizorlik bilan kutishardi. Ma'suma ham o'g'illarini ko'zi to'rt bo'lib kutardi. Gohida vokzalga borar, vagonlardan tushayotganlarga qarab, shular orasida bolalarim ham bo'lsa-ya deb yuragi hapqirib termilardi. Biroq farzandlaridan hozircha darak yo'q. U bir ikki kez harbiy komissarlikka ham bordi. U yerda odamlar yana almashibdi. Komissarlikda avval ko'rgan kishilari ko'rinmadi. Ma'sumani kutib olgan yoshi o'tganroq kishi uning so'zlarini tinglab, yupatuvchi ohangda "Kelishadi, xavotir olma", dedi muloyimlik bilan sensirab. "O'zing o'ylab ko'r, front ming chaqirimga yoyilib ketgan. Kimdir Polshada, Bulg'oriyada, kimlardir Olmoniyada. Yana bir qancha askarlarimiz Xitoy chegarasida. Batalonlar, polklar, diviziyalar bari qaytmoqda. Shunday katta jarayonda xatlarni to'g'ri taqsimlashning iloji yo'q. Bari biron-bir chalkashlik bo'ladi. Gohida esa xat askardan keyin yuradi. Mana, yaqinda bir askarimiz qaytdi. U yozgan xat esa bir oydan so'ng yetib keldi. Eng asosiysi, urush tugadi. Endi hech kim halok bo'lmaydi. O'qlar uchmaydi, bombalar tushmaydi. Sabr qil, qizim." "To'g'ri aytasiz", dedi Ma'suma. "Yana bir oz sabr qila qolay, sirasini aytganda qo'limdan nimayam kelardi." O'ttiz birinchi bob. Yoz adoqlab ezgin kuz yetib keldi. Kechalari etni junjiktiradigan salqinlar tushdi. Havoda mezonlar o'zayib uchdi. Bog'dagi daraxtlarning barglari sarg'ayib to'kildi. Negadir to'ng'ichidan ham xat kelmay qoldi. Botirxon g'alabadan bir hafta avval xat yozgan edi. Shu sababli Onaizorning undan ko'ngli to'q, ammo butun xavotiri Shavkatida. Xudo ko'rsatmasin, nimadir bo'lgan bo'lsa-ya, shuncha ko'rgiliklarni ko'rgan bu ayolni o'g'illaridan xat kelmay qolishi bukchaytirib qo'ydi. Teatrga qatnashni bas qildi. O'zi kun Qorasaroydagi bog'da o'tirardi. Uyiga bormasdi. Aziz Sobirov uning 3-4 kun qatorasiga ko'rinmaganidan xavotirlanib, bir kuni ishdan so'ng Qorasaroyga yo'l oldi. Bog' eshigi ochiq edi. Barglari jigarrang tus olgan uzum ishkomlari ostidan yurib, borib Ma'suma uycha oldida, nari-beri tiklangan qamish chaylag'onida, sariq qizg'ish tillari tovlanib, xuddi joni borda yonayotgan alangaga termilib o'tirganini ko'rdi. Qurigan shox-shabbalar go'yo umr singari chirs-chirs yonardi. To'kilgan xazonlarning bir qismi ham chala yongan. Tevarakdan zax aralash kuyundi is kelardi. Iztirob va qayg'u endigina 43 yoshga kirgan bu xotinni urintirib yuborgan edi. Yuz tarovati ketgan, so'lg'inlashgan, ustidagi kiyimlar bir ahvolda, chang-chung, tuproq ilashgan. Lekin Aziz Sobirovni shoyon xavotirga solgan uning ko'zlari bo'ldi. Ma'sumaning ko'zlarida biron bir ifoda yo'q. Tiriklik jilosi g'oyib bo'lib, bo'm-bo'sh nigohga aylangan edi. Aziz Sobirov bog' yolg'izligi aro sharpalarga parvo qilmay, kimdir kelganini sezmay o'tirgan juvonga birpas qarab turdi. So'ng muloyim ovozda "Ma'suma!" deb tovush berdi. Ma'suma uni eshitmadi. Nigohini olovdan olmasdi. Olov, qismat olovi uni shu shox-shabbalardek yondirdi. Yondirishi bilan birga mahliyo ham qildi. Tavba, o'tning ham jozibasi bo'lar ekanda. Ma'suma alangaga sehrlangandek termilib qolgan edi. Aziz Sobirovning ikkinchi bor saslanishidan so'ng u nigohini olovdan zo'rg'a olib, "Ha, sizmidingiz?" "Yo'q, buni shunday qoldirib bo'lmaydi", dedi bo'g'iq ovozda. So'ng shaxt bilan o'rnidan turdi. "Shuncha payt xat xabar yozmasligi mumkin emas", dedi.
Ular meni ardoqlashardi. Xat olmasam aqldan ozib qolishimni bilishardi. Nazarimda rostdan ham aqldan ozgandayman-u, Xudoyim ongimning kichkina bir qismini o'g'illarimni topishim uchun qoldirganday. Xuddi shu bog' kabi xayoliy bog'im to'la yonib ketgan-u, bitta niholcha hayot va tiriklik yashashining ramzi o'laroq yonmay qolgandek. Xuddi hamma yoqni suv bosgan-u, o'rtasida najot va qutulishning kichkina orolchasi qolib ketganday. Mana hozir uni ham suv bosadiganday. Aziz Sobirov achinib uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Ma'suma unga tippa-tik qaradi. "Aka, menga pul yig'ib beringlar", deydi o'zinikiga o'xshamagan ovozda. "Men bolalarimni topmasam bo'lmaydi." Albatta, dedi Aziz Sobirov shosha-pisha. Poyezd Qozog'istonning kimsasiz cho'llari aro xayol elchisi kabi yeladi. Ko'z yetgunga qadar bir xil tusdagi dasht yastanib yotardi. Goh ko'chmanchilarning oq-qizil o'tovlari ko'rinadi. O'tlab yurgan ot uyuri, sigirlar podasi, simlari osilgan telegraf simyog'ochlariga qo'shilib, lip-lip o'tib, ortda qolib ketadi. Bu poyonsiz cho'lning nomi Dashti Qipchoq ekanini bilmaydi Ma'suma. Bilmaganlari o'z yo'liga, lekin bilganlarini ham eslashni istamaydi u. Butun o'tmishni, hatto bir mahallar o'zi mehr qo'ygan teatrni ham unutsam deydi. Toliqqani ong umr so'ngiga qarab yolg'iz bir jilg'acha bo'lib oqsa, faqat yonida farzandlari bo'lsa bas. Vagonda qo'noq yo'lovchilar ham bor ekan. Kichkina taxtachaga uydan olib chiqqan taomlarni qo'yib, o'zim musallasi bilan to'yguncha urib olgan shovvozlar biri yo'g'on, biri ingichka ovozda qo'shiq boshlaydilar. Proshay Bukhari, Shalgam i Jugari. Urush vaqtida Buxoroga evakuatsiya qilingan kishilar bo'lsa kerak. U kunlarni qo'shiqqa solishganini qara. Ha, to'g'ri, o'zimiz ham tomorqadan chiqqan sholg'om va jo'xori bilan kun o'tkazdik-ku, deb o'ylaydi Ma'suma. Shu mahal to'satdan Ma'suma bolalarni urushga kuzatgan kunda aytilgan harbiy qo'shiq yangraydi. Safar vaqti keldi, xatarli. Olis yo'lga nazar tashlayman. Seni yodlab vidolashmoqqa kumush qanotimni rostlayman. Taqdir mayli otsin olisga, yetib borsin faryodu zorim, men yashagan toza qalbingga hech kimsani kiritma, yorim. Qo'shiq so'zlari uning ongida g'alati, tushunarsiz g'ussa hosil qiladi. Haqiqatan ham ming-minglab yigitlar kumush qanotlarini rostlab olislarga uchib ketishdi. Uning yonidagi Bostixon keladi. Yo'q, hech kimsani kiritmadim, deb shivirlaydi qonsiz lablari. Vagondagi yo'lovchilar birov bilan so'zlashmay, burchakka qisilib olib, nigohini tashqariga tikkan Ma'sumaga so'z qotishmaydi. Kim bilsin, afti angoridan musibat zadaligi sezilib turgan bu xotin balki urushda jon jigarlaridan ayrilgandir. Yuragiga qil sig'mayotgandir. Balki ulkan mamlakatning bepoyon sarhadlari bo'ylab yo'l bosa mamlakat yuragi, barcha siyosatlarning markazi, adolat va hurlik qo'rg'oni deyilgan poytaxtga eng oxirgi najot, eng so'nggi imdod uchun borayotgandir. Dasht tugab, avval siyrak, so'ng qalin, kimsasiz mudroq o'rmonlar boshlanadi. Yovvoyi tabiat o'z holicha barq uradi. Balki yovvoyi emasdir. Ilk yaratilish shunday bo'lgani uchun ham go'zaldir. O'g'illarini topsa, balki ularni olib mana shunday kimsasiz, ibtidoiy o'rmonlar bag'riga bosh olib ketar. Nihoyat 6-kuni u Moskvaga yetib boradi. Qozon vokzalida odam g'ujg'on o'ynardi. Mamlakat tiklanayotgan, yangi hayot boshlanayotgani uchun bu azim shaharga 4 tarafdan kishilar izdihomi oqib kelardi. Vokzaldan chiqaverishda endi hayot barq urib yashnashidan darak berib, yoymachi sotuvchilar tizilib olishibdi. E'tiborli jihati, sotilayotgan narsalarning ko'pi yeguliklar.
Uyda pishirilgan pishiriqlar, anvoyi pechenyelar edi. Bir xotin oldiga qo'l bola pirojkalarni qator qilib terib, qahva ham sotmoqda. Ko'pchilik harbiylarning libosini yo quloqchin, yo etik yoki paxtalik kiyib olibdi. Issiq shinel kiyganlar ham anchagina. Odamlarning ruhi baland, hamma bir-biriga yaxshi muomala qilar, urush inson qadrini yuksakka ko'tarib qo'ygan edi. Ma'suma vokzal yaqinidagi mehmonxonaga joylashdi. Yaxshiyamki, Aziz Sobirov ishbilarmonlik qilib unga teatr yo'llanmasini rasmiylashtirib bergan ekan. Bo'lmasa, odam ko'pligidan joy topish amri mahol bo'lardi. Ustiga qalin kulrang sviter kiyib olgan navbatchi xotin yo'llanmani o'qib, namoyishkorona hurmat bilan Ma'sumaga ikkinchi qavatdagi bir xonaning kalitini uzatdi. Ma'suma o'zi bilan hech nima olmagan, faqat kichkina qopchig'ida hujjatlar va pul bor edi xolos. Ichkari kirib xonani ko'zdan kechirdi. Torgina, bir stul, bir yotoq qo'yilgan oddiygina bo'lma. Burchakda bir yushka pechka, ichida cho'g' lang'illab turibdi. Pechka yonidagi paqirga ko'mir to'ldirib qo'yilibdi. Bir nechta sarjin o'tin ham ko'zga tashlanadi. Derazani g'ovlab o'sib yotgan archa shoxlari to'sib turibdi. Bir oz o'tirgach, xonani qulflab, pastga qaytib tushdi. Boyagi kulrang sviterli xotindan shaharlararo telegraf qayerdaligini so'rab olib, ko'chaga chiqdi. Aytilgan joy birinchi muyulishning burchagida ekan. Ko'rinishidan o'z qadrdon teatrga o'xshab ketadigan eski bino. Navbatda 10 tacha odam bor edi. U ko'kish xizmat kiyimidagi xizmatchidan telegraf blankasini so'rab oldi-da, Aziz Sobirovga sog'-omon yetib kelganini, qaysi mehmonxonaga joylashganini bildirib, telegramma yubordi. So'ng Mudofaa vazirligi surishtirildi. Vazirlik Moskva daryosiga yaqin joyda ekan. 1 soatdan so'ng manziliga yetib keldi. Ulkan tosh ustunlar oldida qurolli soqchilar qilt etmay turishardi. Qabulxonadagi yosh zobit uni xushmuomala bilan kutib oldi. Arzini eshitib, u yerga emas, Pirogovskaya ko'chasidagi harbiy arxivga murojaat qilishi lozimligini aytib, uning qanday borilishini tushuntirdi. Yo'l uzoq emas, Lefortovo turmasidagi yaqin joyda ekan. 1 soatga qolmay yetib bordi. Qorda to'yg'ona anchayin eski, qarovsiz binoning marmar zinalaridan yuqori chiqib, ichkariga kirganida yuz qo'llari muzlab qolgan edi. Ichkari ham tashqaridagiday sovuq. Egniga qishki shinel, boshiga harbiy telpak kiyib olgan bir yigit kiraverishdagi stol ostida qo'yilgan cho'g'da isinib o'tirardi. Ma'sumaning maqsadini eshitgach, u bir oz kutib turing deb ichkariga kirib ketdi. 10 daqiqadan so'ng qaytib chiqib barcha ma'lumotlarni yozib oldi-da, ertaga ertalab kelishni tayinlab kuzatib qo'ydi. Shu bir kun sira o'tmaydi. Shahar daryosi, toza maydonlar, chiroyli archalar ko'zni quvnatmaydi. Maydondagi kaptarlar oyoqlari ostigacha g'ug'ulab kelishsa-da, Ma'suma ularni payqamay o'tdi. Mehmonxonaga qaytib kirdi. O'zini kursiga tashlab ko'zlarini yumdi. Tashqaridan qo'shiq eshitilardi. Men seni hayotning bir ko'chasida uchratdim. Sen bir xayol chechagi eding, toza, pok. Shu o'tirgan ko'yi ko'zi ilindi. Uyg'onganida hali tong otmagan edi. Kursida uxlab qolgani uchun qo'llari, beli qotib qolibdi. Saldan keyin ko'chadagi ulkan soat bong urganini eshitdi. Ma'suma yegulik yeb olish kerak deb o'yladi-yu, ammo qorni ochmaganiga hayron bo'ldi. Bir nima yegisi ham kelmasdi. Yana tashqariga chiqdi. Oyoqlari uni o'z-o'zidan harbiy arxiv tomon yetakladi. Hali izdihom egallamagan bo'm-bo'sh ko'chalardan o'tib borardi. Qo'riqchilar kallai saharlab kelib olgan bu xotinga ajablanib qarashdi-yu, bir nima deyishmadi. Ma'suma shu yerda turib ish vaqti boshlanishini kutdi. Nihoyat soat 8 da bino eshiklari ochildi.
Kimlardir ishga kela boshladilar. Ma'suma yana bir oz kutib, so'ng kechagi eshik tomon yurdi. Kechagicha o'rnida endi boshqa harbiy o'tirardi. U Ma'sumaning so'zlarini diqqat bilan eshitdi. So'ng qog'oz taqlamlari orasidan birin-ketin qarab, ikkitasini ajratib oldi. Ma'suma yuragi qinidan chiqib ketguday bo'lib, uning qo'liga qarab turardi. "Siz bu kishilarga kim bo'lasiz?" "Onasiman", dedi Ma'suma. Ma'sumaning nazarida vaqt to'xtab qolganday edi. Atrofdagi hamma narsa g'oyib bo'ldi. Ko'zlari faqat o'sha qog'ozni ko'rar, qulog'i faqat harbiyning ovozini eshitardi xolos. "Qoriyev Shavkatxon Bositovich", deb o'qidi harbiy. 1944-yil 8-fevralda Belorussiyaning Vitebsk shahrini ozod etish uchun bo'lgan janglarda qahramonlarcha halok bo'lgan. O'limidan so'ng Qizil bayroq ordeni bilan mukofotlangan. Qoriyev Botirxon Bositovich 13-armiya tarkibidagi 280-o'qchi diviziyasining 1031-o'qchi polki minomyot batareyasida vзвод komandiri bo'lib xizmat qilgan. 1945-yilning 1-may kuni Germaniyaning Gotov shahri ostonalarida bo'lib o'tgan janglarda qahramonlarcha halok bo'lgan. O'limidan so'ng Qizil yulduz ordeni bilan mukofotlangan. Hamdardlik bildiraman. Aqldan ozganday bo'lib qolgan xotin qo'lida qog'ozlarni tutgan ko'yi xonadan chiqadi. Harbiy uning ortidan achinib qarab qoladi. Ma'suma qay yo'ldan, qanday qilib mehmonxonaga yetib kelganini bilmaydi. Yo'laklardan sharpaday o'tib borib xonasiga kiradi. Qog'ozlarni stol ustiga qo'yib, ularga termiladi. Bolalarining ovozlari, kulishlari, gapirishlari ko'z oldiga keladi. Ajabo, bu tushmi, o'ymi? Nima bo'layotganini anglay olmaydi. Go'yo bir maromda oqayotgan vaqt ummonidan chetga chiqib qolgandek. O'tmishu bugun bari aralashib ketgandek. Bir mahal ayqash-uyqash bo'lib ketgan ongining bir chetida sog'lom fikr yilt etadi. "Mana bolalarim", deydi pichirlab. "Nomimiz ham oqlandi." Qog'ozlarni bag'riga bosib, o'rniga g'ujanak bo'lib yotib oladi. Xayol yana chalkashadi. Kishilarning siymolari ko'z o'ngidan birin-ketin o'taveradi. Abduvohid qori, Ziyo afandi, Halima, Hamzaxon, Katta oyi, Tursunoy, Julqunboy, Boisxon, Luiza, Layli, Emiliya, Cho'lpon, G'afur G'ulom, og'a, Qizil bayroq ordeni, Qizil yulduz ordeni. "Ey Xudo", deb pichirlaydi holsizlanib borayotgan lablari. Bularning qaysi biri sahnadagi, qaysi biri hayotdagi qiyofalar? Shu asnoda momaqaldiroq quloqni qomatga keltirib qattiq gumburlaydi. Deraza oynalari zirillab ketadi. Qora bulut to'la osmon bag'rini kumushrang chaqmoq tomirlari ilang-bilang bo'lib yorib o'tadi. Ma'suma jon holatda deraza pardalarini yopadi. Farzandlarining ismi yozilgan qog'ozlarni olib, ularni bag'riga bosgan ko'yi o'rniga g'ujanak bo'lib yotib oladi. Vujudi dir-dir titraydi. 32-bob. Teatr binosi alvonlarga, gullarga burkangan. Ancha-muncha kishi qo'llarida guldastalar bilan Ma'sumani kutib olishdi. "Xush kelibsiz. Chin yurakdan tabriklaymiz." Har tarafdan qutlovlar yog'ilardi. Ma'suma ular orasidan o'tib teatr foyesiga kirib borganida, tomosha zali eshigi oldida turgan uzun bo'yli, qotma kishi ko'zoynagini olib, egilib ta'zim qilib, "Kelavering Ma'suma xonim. Bu safar hammasi boshqacha bo'ladi. Axir nomingiz oqlandi-ku.
albatta chin qalbimizdan qutlaymiz, dedi xushmuomalalik bilan. Ma'suma unga yengil bosh irg'ab zalga kirdi-yu hayron bo'lib qoldi. Sahna kengayib ketgan, oxiri yo'q edi. Zalvorli pardalar surilgan, o'rta charog'on, lekin zal qorong'i bo'lgani uchun tomoshabinlar ko'rinmasdi. Tomoshabinlar qatori bilan sahna orasidagi hovuzday chuqurda sozandalar musiqa asboblarini sozlashar, goh kontrabasning bo'g'iq, goh violonchelning ingichka sasi kelardi. Sahnaning qorong'i qismida kimdir bor ekan. O'sha kishi yo'g'on ovoz bilan "Kelavering, tortinmang. Siz haqiqatan qirolichasiz", dedi. Ovoz tanishday tuyulsa-da, Ma'suma uning kimligini taxmin qila olmadi. Kimdir "Shamolni yoqaylikmi?" deb so'radi. "Albatta, shuncha kishining nafasidan havo dimiqib ketadi-ku. Lekin kuchli bo'lmasin, sal-pal esib tursa bas", deb javob qildi boshqa birov. Haqiqatan ham tepada rang-barang chiroqlar ortida nimadir guvillab, sahnada yengil shabada esa boshladi. Boyagi kishi kimdandir "Boshlayveramizmi?" deb so'radi. Bir oz jimlikdan so'ng quvnoq ovozda "Boshlaymiz", deb e'lon qildi. Chuqurdagi orkestr qadimgi ibodat ohanglarini mujassam etgan ulug'vor musiqani chala boshladi. Chiroqlar birin-ketin o'chib, o'rtada bir tutam nur qoldi xolos. Boyagi kishi endi yaqinroqdan, ammo hanuz qiyofasi ko'rinmay, "Bugun siz kapalaksiz, tomosha so'ngida shu yerdan uchib chiqasiz", dedi o'sha jo'shqin ovozda. Ma'suma "Umrimda kapalak rolini o'ynamaganman" demoqchi bo'ldi, ammo orkestr sadolari zo'rayib, ohang mavjlari hamma yo'qni tutib ketdi va unga xor sadolar qo'shildi. "Parvardigoro, bizlarni afv et." Xor gurullab bu so'zlarni takrorladi. "Jonimizni qutqarishingni so'rab senga yolvoramiz." Amin. Bu muqaddas ibodatxonada iymonimiz bilan marhamatingga umid qilib va huzuringga qo'rqib senga yuzlanamiz. Amin. Sen bizlarga ne'mat qilib bergan havoning musaffoligi, meva-chevalar va hosillarning mo'lligi, insonlar hayotining tinch farovonligini so'rab o'zingga ibodat qilamiz. Ayni damda quruqliklarda va dengizlardagi musofirlarni panohingda saqlashingni, dardmandlarga shifo berishingni, ularni azob uqubatdan qutqarishingni, muhtojlarga ko'mak, mazlumlarga najot berishingni so'rab yolboramiz. Bizlarni har qanday g'am, alam, qayg'u va g'ussadan, sening dushmaning bo'lmish iblisning qutquvlaridan xalos aylagin, ey Robbimiz. Bizlarga rahm ayla va najot ber. Darhaqiqat sen yakkayu yagonasan va o'ta marhamatli zotsan. Preambula, deb buyurdi shundan so'ng yo'g'on ovoz. O'rtadagi nur yoyilib, kengayib va sahna chetiga yetib bordi. U yerdan qisqa bo'yli, qo'yniga gazeta solib olgan tepakal bir kishi kirib keldi. Orkestr sadolari tinib, fleytaning nozik, elas-elas sadosi qoldi xolos. Ajabki, bu sado tomoshaxonaning goh u, goh bu yerdan eshitilar. Ko'zga ko'rinmas kuy xuddi joni borday, sahnani o'ynoqlab kezayotganday tuyulardi. "Oho, marhamat qilsinlar", dedi ovoz. "Bu kishi tufayli bir necha million kishining yostig'i qurdi. Bir qancha million kishi ochlikdan o'ldi. Yana shunchasi urushdan halok bo'ldi. Shuncha kishilar hayoti evaziga esa bor yo'g'i 4 yillik hukmronlik qila oldi xolos", dedi yo'g'on ovoz egasi. 4 yildan so'ng u aqldan ozdi. Xonasidagi ashyolar u eshik derazalardan uzr so'rab chiqdi. Biroq ko'rib turganingizdek, endilikda sira ham aqldan ozgan ko'rinmaydi. Ya'ni mutlaqo soppa-sog'. Tepakal kishi qo'rqa-pisa atrofiga alanglardi. "Aytingchi, hukmronlik nima o'zi?" dedi yo'g'on ovoz. Tevaragidagi yuzlab kishilar bir imosiga maqtal, o'zi esa bepoyon bir mamlakatning mutlaq podshohiman degan hirsu havas bilan mast.
birgina buyrug'i bilan o'sha mamlakat gullab yashnashi yoki falokatga duchor bo'lishiday qudrat ixtiyorimda deb o'ylab nimalar qilib yubormadi-ya? Haqiqatan ham shunday bo'lgan deysizmi? Aslo yo'q, degan ovozi guldirab ketdi. Bu kishining qilmishlari tufayli halok bo'lganlar mazlum maqomiga erishdilar. O'zi esa tarix bo'ylab sochilib ketgan zolimlar qatoridan o'rin oldi. Agar pardalar ochilsa, bir muddat jim qoldi ovoz. Ha, agar pardalar ochilsa, o'sha millionlab mazlumlar qo'llarini cho'zib, haqqini so'rab kela boshlashini ko'rsangiz edi. Buni hov chetga turg'izib qo'yinglar, kutib tursin. Davom etdi ovoz. Keyingisini olib kiringlar. Navbatdagi kishi burama mo'ylovli, etik kiyib olgan cho'tir yuzli kishi ekan. Bunisi undan ham battar, dedi ovoz. Bu odam mamlakat boshiga kelgach, kimlardir bostirib kelishidan xavfsirab, butun mamlakatning oziq-ovqatini yig'ib oldi va harbiy omborlarga g'amlab qo'ydi. Odamlar esa ochlikdan qirilib ketishdi. O'z hokimiyatidan xavfsirab, son sanoqsiz kishilarni muqarrar o'limga yo'lladi. Uning qadamlari ostida 30 million kishining qoni qalqib turibdi. Mana bu ko'zoynakli sulloh esa qiltillagan chol bo'lishiga qaramay, yosh qizlarga xushtorlik qilgisi kelardi. O'zini ko'rkam yigit xayol qilib, gullar sovg'a qilardi. Mabodo o'xshamay qolsa, sho'rlik qizni ham, uning oilasini ham qamoqqa tiqardi. Hasham va orom og'ushida farog'atli hayot kechirarkan, millionlab kishi shuning buyrug'i bilan osilib yoki surgun qilinib o'lib ketdi. Bu kasning bo'ynida ham son sanoqsiz kishilarning qoni bor. Bu qanaqa tomosha o'zi? Deb so'radi Ma'suma ozorlanib. Haqqoniy adolat mahkamasi, dedi ovoz. Ko'rib turganingizdek, hech kim, hech narsa unutilmaydi. Mehmonlarimizning barchasi sharafsizligi, yovuzligi, olchoqligi tufayli oddiy kishilarning umriga zomin bo'lgan badbaxtlardir. Xo'sh, muhtaram qirolicha, ularni nima qilamiz? Ma'suma bu noxush manzaradan bezovtalana boshlagan edi, ovoz egasi uni tinchlantirdi. Bir oz sabr qiling, preambula axir. Asosiy qism hali boshlanmadi. Manavi kishi o'z xalqini dinsizlarga sotib, jon saqlab qolgan edi. Tasavvur qilyapsizmi? O'z xalqini-ya, lekin siyosat uni ham ayab o'tirmadi. Barcha tanish bilishlarini yo'q qilganidan so'ng uni ham asfala sofilinga jo'natishdi. Shu sababli o'zini mazlum deb o'ylamoqda. Mana bu zotning ishqi bir go'zal xotinga tushib, uning shoir erini tuhmat bilan qamatib yuborgan. Shundan so'ng o'sha ayol ushbu zotga turmushga chiqdi. Birinchi turmushidan qolgan o'g'lini esa yetimxonaga topshirib yubordi. Ikkovi ham shoir qaytib kelmaydi deb o'ylashgan edi, biroq shoir qaytib keldi. Qo'ying, shularni ko'rsatmang menga, dedi Ma'suma. Ko'rishga sira toqatim yo'q. Siz haqsiz. Bular razm solishga ham arzimaydigan haqir kaslar. Kutilmaganda rozi bo'ldi ovoz. Menimcha, birma-bir olib chiqishdan naf yo'q. Yaxshisi, o'zlarining odatini qilib, safga tizib qo'ya qolaylikmi? Axir bitta-bitta o'ldirishga erinib, kishilarni qatorlashtirib otishmaganmidi? Endi sahnadan saf-saf olomon o'ta boshladi. Shunday ajoyib yurtni nima qilishdi-ya? Dedi afsuslanib ovoz. Oddiy kishilarning boshiga qanaqa kunlarni solishdi-ya? Kattalar va kichiklar, zaifa va yetimlar haqidan sira qo'rqishmadi. Mana endi ahvolni ko'rsangiz, zolimlar, xudosizlar, xoinlar, nafs bandalari, sharafsizlar, olchoqlar qo'yiga qarab marsh, deb buyurdi ovoz. Shunda Ma'suma ovoz egasini tanib qoldi. Og'a, dedi u hayiqib. Mannon og'a, sizmisiz? Yo'q, ovozimiz o'xshash xolos. Siz aytgan kishi hozir o'z uyida.
Boshini changallab nima qilarini bilmay o'tiribdi. Bu yoqlarga yetib kelishiga bir necha yil bor. Lekin xotirjam bo'ling, albatta keladi. Xo'sh, bularni nima qilamiz deb so'radi ovoz egasi. Intiqom olasizmi? Qanaqa intiqom? Boshingizga tushgan falokatlarning sababchilari shular-ku. Qilgan qilmishlari uchun javob berishlari kerak emasmi? Bekorga bu tomoshani adolat mahkamasi deb nomlamadikmi? Yo'q, dedi Ma'suma. Intiqom olganim bilan hayotim o'zgarib qolarmidi? Men bor yo'g'i bir xotin edim. Kichkinagina oilam, erim, bolalarim bor edi. Afsuski, bari halok bo'lib ketishdi. Ishimni sevar edim. Yaqinlarim yo'qlikka ketgach, undan ham ayrildim. Teatrni aytyapsizmi? Axir ayni damda eng haqqoniy, eng ajoyib teatrdasiz-ku, dedi ovoz astoydil hayron bo'lib. Yaqinlaringizga kelsak, kim aytdi ularni yo'qlikka ketdi deb? Mana qarang. U bir qarsak urgan edi, sahnaning boshqa tomoni yorishdi. Ma'suma qarasa, egnida kapalakday oq libos paydo bo'lib qolibdi. Oppoq, harir ro'mol uchib kelib boshiga yopilibdi. Ma'suma sahna chetida Bositxon, Botirxon, Shavkatxon turganini ko'rdi. Bora qoling, dedi ovoz. Modomiki intiqom olishni istamadingiz, u holda orom oling. Unutmang, ro'mol albatta boshga yopilishi kerak. Yo'qsa, och yovuz olomonning nazari tushib ko'z tegadi-ya, dedi jonkuyarlik bilan. Ma'suma bir qadam qo'ygan edi, o'z-o'zidan havoga ko'tarildi. Parvoz juda yengil edi. Bir ximranishda ular qoshiga yetib bordi. Nihoyat jamuljam bo'ldik, dedi u shodon jilmayib, bolalarini bir-bir bag'riga bosib, sochlarini iskab. Ne ajabki, isi yo'q edi. Maestro, rahmat, dedi ovoz gumburlab. Endi asosiy qismga o'tamiz. Barcha pardalar ochilib, barcha chiroqlar yoqilsin. Adolat va jazo mahkamasini boshlaymiz. 33-bob. Qor tuni bilan yog'ib chiqdi. Sovuq kuchaygani uchun xonalar muzlab ketdi. Xizmatchi xotin galant kepechkaga sarjinlarni qalab, ustidan tosh ko'mir tashladi. Mehmonxona musofirlari nima qilishdi ekan? Har holda urush mashaqqatlarini boshdan o'tkazgan kishilar birov yoqib bermasa ham saranjomlab taxlab qo'yilgan o'tinni pechkaga solishga ahli yetar. U derazadan tashqariga qaradi. Hamma yoq oppoq qor. Hovnaridagi 2 qavatli uylar mo'risidan tutun burqsiydi. Xizmatchi xotin qo'poldan qo'pol ust kiyimlarini kiyib, shu yaqin oradagi ishxonasiga shosha-pisha yetib bordi. Supurgi va chelagini olib, har kungi yumushiga, xonalarni tozalashga kirishdi. Yakshanba bo'lgani uchun musofirlarning ko'p qaytib ketgan, xonalarning aksariyati bo'sh edi. U 2-qavatdagi eshikni uzoq taqillatdi. Hech kim javob bermagach, o'z kaliti bilan ochib ichkariga kirganida, keng mo'l yotoqda bir parcha qog'ozni ko'kragiga bosib, g'ujanak bo'lib yotgan xotinga ko'zi tushdi. G'alati alfozda yotibdimi, deb o'yladi u. So'ng yuzining qog'ozday oqligi, ochiq ko'zlari shishaday xira tortganini ko'rib, fojia ro'y berganini angladi-da, eshikni ochiq qoldirib, sarosimada pastga qarab chopdi. Saldan keyin yetib kelgan boshqa kishilar ham musibatdan xabar topgach, dalolatnoma tuzinglar deyishdi. Tezda dalolatnoma tuzildi. Shundan so'ng yengil tortishib, hujjatlarini qaranglarchi, kimmish, qayerdan kelgan emish, deyishdi. Qarashsa, teatr yo'llanmasi bilan kelgan ekan. Darhol Toshkentga, teatrga shoshilinch telegramma yuborildi. Zudlik bilan tez yordam karetasi yetib kelib, mayitni o'likxonaga olib ketdi. Bir umr shunday nihoyat topdi. Bir haftadan so'ng yetib kelgan Aziz Sobirov Ma'sumaning taqdiriga achina Mudofaa vazirligiga, temir yo'llar boshqarmasiga va Aeroflotga qayta bosh urib bordi.
Hamma bu fojiani yaxshi anglardi, biroq yelka qisishdan narisiga o'tishmasdi. Jasadni poyezdda olib ketib bo'lmas ekan. 6 kunlik yo'lda u buzilib, ayniy boshlarmish. O'choqda olib ketishga ham ruxsat tegmagach, Aziz Sobirov yana o'likxonaga qaytib keldi. O'sha yerda o'tirgan, soch soqoli o'sib ketgan, chuqur ko'z bir qariya "Baribir olib keta olmaysan. Sen mening so'zimga quloq sol", dedi. "Uni olib borib yerga berganing bilan bir kuni tuproqqa aylanadi. Yaxshisi kuydirib, kulini olib keta qol." "Yo'q, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi." "O'g'lim, kapalak allaqachon uchib ketdi", dedi chol. "Sen hozir bo'm-bo'sh pilla ustida o'tiribsan." Aziz Sobirov cholning so'zlariga ko'ndi. O'likxona ma'muriyatiga kirib, krematsiya qilish haqida ariza yozib chiqdi. "Oila a'zolari e'tiroz bildirishmaydimi?" deb so'radi o'sha yerdagi 2 beti qip-qizil baquvvat o'ris xotin. "Uning oila a'zolari yo'q", javob qildi Aziz Sobirov bo'g'iq ovozda. "Qarindosh urug'lari-chi?" "Uning qarindosh urug'i ham yo'q. Bir o'zi qolgan edi." O'ris xotin kattakon daftarni ochib, kerakli yozuvlarni yozgach, yo'g'on ovozda "Ertaga soat 17 da", dedi Aziz Sobirovga qaramasdan. "Xohlasangiz ertaroq kelib, o'zingiz ham qatnashishingiz mumkin, lekin tavsiya qilmayman. Sababi juda behuzur tomosha." "Yo'q, yuragim chidamaydi", dedi Aziz Sobirov. Ertasiga aytilgan vaqtda kelganida o'sha semiz xotin "Hozir" deb oq eshikdan ichkariga kirib ketdi-da, og'zi mahkam yopilgan, bitta termosga o'xshab ketadigan bir idishchani olib chiqdi. Idishcha sirtiga Qoriyeva Ma'suma 1946 degan yozuvli qog'oz yopishtirilgan ekan. "Mana aytganingiz", dedi. "Qabul qilib olganingiz haqida imzo qo'ying. Toshkentga uchoqda uchasizmi? Mana bu qog'ozlarni aeroportda ko'rsatasiz. Bo'lmasa o'tkazishmaydi." Aziz Sobirov buni qanday olib ketsam ekan deb o'yladi. 2 qo'llab tutish kerakmi yo qo'ltiqqa qisib olib ketadimi? Har holda bir insonning xoki tuprog'i-ku. Nihoyat xizmatchidan bir parcha mato so'rab oldi-da, yaxshilab o'radi. Idishni avaylab qo'yniga solib, o'likxonadan chiqdi. Xotima. Yaproqsiz shoxlarni egib-bukib, shamol g'uvullab yeladi. Bu o'sha biz bilgan roviy shamolmi? Yo'q, endilikda uning esishlari mazmuni anglatmaydi. Nimadir ro'y bergan. Shunchaki shovqin solib esmoqda xolos. Til zaboni g'oyib bo'lgan. Daraxt shoxlaridagi qarg'alar yaydoq, taqir yo'laklardan qop-qora matoga o'ralgan kichik bir nimani avaylab ko'tarib olgan kishi ortidan kelayotgan odamlarga angrayib qarab turishadi. Sal narida qazib qo'yilgan qabr tuprog'i muzlab qolibdi. Izdihom yetib kelgach, safdagi sochlari oqargan, baland bo'yli kishi boshqalar orasidan ajralib chiqadi. Qayg'uli ovozda shunday deydi: "Aziz do'stlar, bugun biz o'zbek teatrining iste'dodli, chaqnoq yulduzini tuproqqa berish uchun shu yerga to'plandik. Hozir yuragimda to'shayotgan gaplar aslida bu yerda aytiladigan gaplar emas. Bu qabristonda xalqimizning ko'rki va faxri bo'lgan bir qancha kishilar manzil topishgan. Ma'suma Qoriyeva haqiqiy fidoyi, san'atga oshufta qalb egasi, 2 o'g'ilni tarbiyalab voyaga yetkazib, 2ovini ham vatan xizmatiga yo'llagan jasur va mard ayol edi. Afsuski, farzandlarining qahramonlarcha halok bo'lishini bu ayolning yuragi ko'tarmadi." Qarg'alar qing'ayib bu gaplarga quloq solishadi. Uning oilasi kichkina edi, lekin Qoriyevaning turmush o'rtog'i Bost Qoriyevning ham, o'g'illari Shavkatxon va Botirxon Qoriyevlarning ham qabrlari qayerda ekani ma'lum emas. Shu sababli ushbu xok turob
4 kishining nomidan tuproqqa berilish tarafdoriman. Shundan so'ng go'yo marhumlarga qarata xitob qiladi. Bosit Qoriyev, Botirxon Qoriyev, Shavkatxon Qoriyev, Ma'suma Qoriyeva. So'nggi manzilingizda tinch orom oling. Katta bir qayg'u sodir bo'layotgan bu mudhishlikning og'ir yuki ostida kichkinagina u idish qabr ichiga tushiriladi. Go'rkovlar bu idishdan xabarsiz bo'lgani uchun qabr risoladagidek qazilgan, keng mo'l chuqurda mittigina bo'lib matoga o'ralgan o'sha idishcha turadi xolos. Aziz Sobirov engashib bir qism tuproq oladi-da, idishcha ustiga avaylab tashlaydi. Belkuraklari ishga tushadi. Tezda qabr to'ldirilib, do'mpaygan do'ncha hosil bo'ladi. Shu asnoda qor yog'a boshlaydi. Sukunat makonining to'ngtepalari, yozuvlari, daraxtlari, yo'laklari bir xilda oqlik bilan qoplanadi. Qor yangi qabrning nam qora tuprog'ini ham bir pasda oqartirib qo'yadi. Mana, deydi Aziz Sobirov xayolchan. Bari kuyib kul bo'ldi. Kuli ko'klarga sovrildi. Sovqatgan kishilar qo'llarini bir-biriga ishqab, diydirab turishganini ko'rib, sizlar boraveringlar, men ortingizdan kelaman. Ma'yus kishilar asta-sekin birin-ketin uzoqlashgach, qabr boshida uzoq turib qoladi. So'ng bo'g'iq ovozda: "Ma'suma xonim, so'zlarimni eshityapsanmi?" deb so'raydi. Sening jon achchig'ida urinishlaring, yolg'izlanib mo'ltirashlaring, joningni jabborga berib qilgan mehnatlaring, qadr-qimmat topmagan umring mening yuragimni zardobga to'ldirib yuboradi. Aytishing mumkin, nimaga bu odam menga bunchalar xayrixoh, men uchun buncha kuyinadi deb. Gap shundaki, u kishi boshidan telpagini oladi. Shunda peshonasida ter tomchilari ko'rinadi. Senga mehr qo'ygan edim, Ma'suma xonim, deydi. Bu so'zlarni go'yo marhuma eshitib hayron bo'ladigandek. Yo'q, bu er bilan xotin kishi orasidagi muhabbat emas, insonning insonga mehri edi, deydi shosha-pisha. Sening toza qalbing, intiluvchanliging, fidokorliging, iztiroblaring, ko'rgan kechirgan kunlaring, shularning bari ko'nglimdagi hurmatdan o'tib katta bir mehrga aylangan edi. Sen axir jonajon xalqimning san'at ufqlari tomon uchgan ilk qaldirg'ochi eding. Lekin johillar boshingga qanday kunlarni solishdi. Ko'rgiliklaringdan mening ham yuragim titrab, senga qanday ko'mak berishning yo'lini topolmay o'rtanardim. Men sening orzularingni bilardim. Kuz kunlarida chirsillab yonayotgan o't oldida ularni so'zlab berganingda senga qo'shilib men ham yig'lagan edim. Axir sen bir toza, musaffo xayol chechagi eding. Bizlarni bir jarlikning tubiga uloqtirding. Axir go'zal kunlar kelajakda emasmidi? Sen bunday kelajakni orzu qilmagan eding-ku. Afsus, sen bir musulmon qizi eding. Parvardigor seni rahmatiga olgan bo'lsin. Gunohlaringni kechirib, ayblaringni yashirsin. Nur ichida yot. Borar joying jannat bo'lsin. Shunday degach, shoxlardagi qarg'alarga: siz ham, men ham Parvardigorimning bandalarimiz. Shohid bo'ling, bu mayitning janozasini o'qiyman, deydi. Va pichirlab o'z bilganicha janozani o'qiydi. Qisqa suralardan tilovat qilib, savobini marhumaga aytadi-da, ustini qoqib, boyagina ketgan kishilarning izlarini ko'mib ulgurgan qorli yo'lakdan yolg'iz odimlab chiqishga qarab ketadi. Qish chillasining izg'irini shunaqangi esadiki, hamma yoqni muzlatib, qotirib qo'yadi. Shu yili og'aning hayoti yana alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. Pravda Vostaka degan gazetada bir maqola chop etiladi. Keyingi yillarda o'zbek dramaturglari tomonidan zamonaviy va tarixiy mavzularda bir qator pyesalar yaratildi.
Ularning ko'pchiligida sovet turmush tarzini qoralash, o'tmishni ulug'lash kabi nuqsonlar kuzatiladi. Shunday asarlarni namoyish qilish davom ettirayotgan Hamza nomidagi drama teatri badiiy rahbari Mannon Uyg'ur ularning mualliflariga tushunarsiz mulozamat ko'rsatib, oshna og'aynigarchilik qilib, g'oyaviy badiiy dramatik asarlarni tanqid qilishdan voz kechgani ajab. Yegulin va Lebedov degan kishilar dramatik teatrlarning repertuari degan maqola yozib, ko'pchilik dramaturglar sovet voqeligini astoydil va puxta o'rganish, voqealarning ichida bo'lish, xalqimizning xohish o'ylari bilan yashash, yangi zamonaviy pyesalar ustida tinimsiz ishlash o'rniga tarixiy pyesalar ijod qilmoqdalar. Ularda shohlar, aslzodalar, xonlarni ideallashtirmoqda. Idigey va Jaloliddin kabi pyesalar shunday asarlar sirasidandir, degan aybnomani spektaklga taqab qo'yadilar. Bu maqola bosilib chiqqanidan ozgina vaqt o'tib, pyesa muallifi Maqsud Shayxzoda teatr jamoasi yig'ilishida muhokama qilinib, tanqid va ta'nalarga duchor bo'ladi. Birgina Maryam Yoqubova uni himoya qilib chiqadi xolos. Oxir-oqibat adib hibsga olinadi va uzoq muddatga qamoqqa hukm qilinadi. Teatr jamoasining mehnatlariga yana qora chaplanadi. Barcha tarixiy asarlar, shuningdek, o'zbek teatrining 20 yillik ravnaqi mobaynida qo'yilgan yagona o'zbek komediyasi sahnadan olib tashlanadi. Bularning asosiy aybdori qilib yana Mannon Uyg'ur ko'rsatiladi. Og'a shundan so'ng tushkunlikka tushib qoladi. O'sha kezlarda boshlagan ishi Alisher Navoiy dramasini bir amallab nihoyasiga yetkazgach, sahna ishidan uzoqlashib, institutda dars berishi bilan kifoyalanadi. Oradan 9 yil o'tib, og'a vafot etadi. U ta'lim bergan dargohga Mannon Uyg'ur nomidagi teatr va rassomchilik instituti deb nom beriladi. Qiziqda, o'zi badnom qiladi, qoralaydi, qamaydi, surgun qiladi, otib tashlaydi. So'ng adolat tantanasi deb nomini yana yuksakka ko'tarib, peshtoqlarga yozib ham qo'yadi. Yanayam qizig'i, shu ishlarni qilgan o'nlab, yuzlab bardikor kimsalar tamomila unutilib, nomsizlik jahannamiga cho'kib ketishadi. Ularni birov eslamaydi. Ma'sumani ham birov eslamaydi. Go'yo bu ayol hayotda sira yashamaganday, sevib sevilmaganday, iztiroblar chekmaganday. Hayhot, Ma'sumani eslamaganlar Bostixonni eslarmidi? Og'ir vazmin, donishmand Abduvohid qorini, o't bo'lib yongan Botirxonni, Shavkatxonni eslarmidi? Axir dunyodan o'tganlari umrlarini yakunlab, timsollarga va xulosalarga aylanishdi. Hayot xuddi oqar daryo kabi o'z yo'sinida oqishda davom etdi. Qolganlar oldida yangi manzillar, yangi ufqlar paydo bo'ldi. Oradan 1 yil o'tgach, Aziz Sobirov bir qancha kishilar bilan kelib, Ma'sumaning qabri ustiga kulrang marmar lavh o'rnatib ketdi. Lavhda shunday so'zlar yozilgan. Bunda Madfun Ma'suma Qoriyeva, tarixi tavalludi 1903, vafoti 1946 milodiy. Hazihil marqadil muhazzanati lil mazlumat. Nur ichida yotsin, makoni jannat bo'lsin. Tamom.